Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullohi ve barakatuh. Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan diniy islohotlar nihoyatda bir tahsinga sazovor. Lekin shu bilan birga bugun ba'zi bir gaplarda eshitib qolyapmiz. Oyat hadis turganda, masalan, mazhabga ergashishlikda nimaga keragi bor? Palonchini qovliga ergashishlikda nima hojati bor degan gaplar demak ba'zi bir holatlarda eshitilib qoladi. Bu gaplar qanchalik asosli, qanchalik to'g'ri va noto'g'ri ekanligini avvalo mazhab so'zining ma'nosi bir yo'l deb tushunadigan bo'lsak va unga ergashishlik, ya'ni taqlid qilishlik lug'aviy ma'noda bir o'zini o'xshatish, bo'yniga osib olish ma'nolari bo'lsa-da, lekin istilohiy ma'noda mushtahid bo'lmagan, ijtihod egasi bo'lmagan odamni o'sha mushtahidga, ya'ni bir ijtihod darajasiga borgan olimga ergashmoqligi, demak fatvosiga amal qilmoqligi deb tushuniladi. Endi mana shu ijtihod darajasiga bormagan inson nihoyatda ko'p va bu hamma ham bu darajaga yetib borolmaganligi uchun albatta dinimizda bir ustozga ergashishlik lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir ustozga, ya'ni bir yaxshi bir hidoyatli bir yo'lga ergashishlikka va bir ustozga taqlid qilishlikni vojib ekanligini Alloh taolo bir oyat bilan ishora qiladi. Sura-i Nahlning 43-oyatida Astaizu billah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, ya'ni agar bilmasalaringiz biladigan zikr ahlidan borib so'ranglar, ya'ni ulamolardan, olimlardan so'ranglar deb Alloh taolo mana shu oyatda bilmaydigan odamni biladigan olim odamdan so'rashligiga buyuryapti. Bu esa taqlidni vojib qiladi. Usulda bir qoida borki, bir inson masalan bir narsani bilmasa, borib bir odamdan so'rasa, o'sha so'raguvchi so'ralayotgan odamga xohlasa xohlamasa ergashayotganligini taqozo qiladi. Bugungi kunda oyat hadisdan to'g'ridan to'g'ri hukm olaveramiz, bizga mazhab kerak emas deyotgan odamlar, xo'sh, ularga savol beramizki, shu o'qiyotgan namozlarini shaklini qayerdan oldi? Tahoratlarini tartibini qayerdan oldi? Albatta oyat hadisdan oldimi? Yo'q. Olalgani yo'q. Balki qaysidir fiqhiy kitobdan o'qib amal qilyapti yo bir ma'ruzachining ma'ruzasidan eshitib amal qilyapti. Demak, mana shuni o'zi uni taqlid xohlaydimi, xohlamaydimi, bir mushtahidning, bir olimning chizib bergan yo'nalishi bo'yicha amal qilayotganligini taqozo qiladi. Hadis-i muborak ham keldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mandan keyin shu to'rala chahoriyorlarga, ya'ni Roshid va Mahdi sifatiga ega bo'lgan shu 4 ta xulafoi Roshidga mandan keyin ergashinglar, ularning sunnatlariga amal qilinglar, yo'llariga ergashinglar va addu alayha bin navojizi, va ularning yo'llarini oziq tishlaringiz bilan mahkam ushlanglar dedilar. Mana shu hadis ham mushtahidlarga ergashlikka dalil. Chunki bu to'rala zot ham sahobiy bo'lgani o'laroq, lekin payg'ambar emas edilar va payg'ambardaqa ma'sum emas edilar. Shulargaki Rasululloh ergashligiga buyuryaptilarmi? Albatta ulardan keyingi ularning shogirdlari bo'lgan mushtahidlarga ergashlik albatta lozim bo'ladi. Mana bu hadisning o'zi ham dalil. Yo payg'ambar alayhissalotu vassalomning madrasalarida ta'lim olgan sahobalarning ichlarida ham mazhab bor edi. Bu mazhab yo'q edi. Sahobalar qaysi mazhabda bo'lgan deydigan har xil savollar beradi, chalg'itib ba'zi bir odamlar bu mutlaqo zamoni saodatdan keyingi davrni tushuna olmaslik deb baholanadi. Chunki mazhab sahobalarning ichida ham bo'lgan. Janob payg'ambarimizdan qolgan, iymon keltirgan sahobalarning adadi 110 ming va 120 mingni atrofida bo'ladigan bo'lsa, tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, shu 100 mingdan ortiq sahoba 10 dan ziyod faqih sahobani mazhabida bo'lganlar. Mana shuning o'zi mazhabga, bir ulamoga ergashlikka dalil. Chunki hamma sahoba ham olim, faqih darajasiga bormagan, sahobiy kiromlarning ichida sanaqlik fatvo aytadigan shunaqangi demak olimlari bor edilar. Hazrati Umardek zot ham kim Qur'on o'rgansa Ubay ibn Ka'bga murojaat qilsin,
Kim meros ilmini o'rganaman desa Zayd ibn Sobitga uchrasin. Kim halol harom fiqhiy masalani bilmoqchi bo'lsa Abdulloh ibn Mas'udga uchrasin derdilar. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, sahobiylarning davrida ham har bir sahobiy taqlid qiladigan ustozlar bor edi. Endi bugun ba'zi bir adashgan toifalar bemazhablikka bir dalil qilib bir gapni keltiradi. Ular aytadiki, ha qabrda mazhabingdan so'ramidi? Nima keragi bor bu mazhabni deydi. Bu gap botil va noto'g'ri qiyos. Chunki qabrda juda ko'p narsadan so'ramaydi. Mana hadis shariflarda Robbing kim, dining nima, kitobing nima degan savollar bilan umumiy bir imtihon qilib so'raladi degan ma'noda hadislar kelgan. Lekin qabrda juda ko'p narsadan, gunohdan ham so'ralmaydi. Masalan, qabrda so'ralmagan narsa qilishlik mumkin bo'ladigan bo'lsa, qabrda masalan yolg'on gapirdingmi deb so'ralmaydi. Hadisda u yo'q. Yo chaqimchilik qilmadingmi, yo g'iybat qilmadingmi, yoinki masalan harom narsani yemadiganmisan, ichmaganmisan degan ma'noda savollar bo'lmaydi. Demak, qabrda bir harom narsani, masalan aroqni ichmaganmisan deb so'ramaydigan bo'lsa, demak uni ichish mumkin bo'ladimi? Demak, qabrda mazhabdan so'ramaydi, demak mazhab unaqa e'tiborli narsa emas degan gaplar ham asossiz va iddaosiz hisoblanadi. Shuning uchun har birlarimiz bugun mana shunday jimjimador, shunaqangi odamni chalg'itadigan gaplarga e'tibor bermasdan, o'sha yuqoridan sahobalar va ularning shogirdlari bo'lgan, ularni ko'rgan Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga o'xshagan zotlarni yo'llarida sobitlik bilan turilsa, inshaalloh maqsadga yetiladi. Bu to'rala fiqhiy mazhab payg'ambar alayhissalomga olib boradigan bir to'rtta hovuz yoki bir to'rtta yo'l yoki Alloh taoloning rizoligiga olib boradigan bir to'rtta yo'ldek gap. Agar bir inson bir yo'lda sobitlik bilan tursa, albatta manzilga boradi. Lekin mana o yo'lga kirib, yo bo'lmadi deb qaytib bunga kirsa, ya bu ham bo'lmadi deb narigisiga kiraman desa, umuman bir yo'lni tanlamasa, bu qachon Xudoning rizoligiga boradi-yu, qachon bu Rasulullohga boradi. Shuning uchun inson albatta bir yo'lda sobit bo'lish kerak. Bir katta bir yetuk ulamoning albatta yo'rig'ida va fatvosiga amal qilishligi lozim bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.